2026-yilda mana uyga beton ko'chirish narxlari necha bo'ladi degan obunachilarimizga mana ustakalarimiz izboskan cho'masida qilishyapti ekan. Mana ishlarni sifatini e'tibor berib qo'yasizlar, juda ham chiroyli. Mana o'q qilib qilishyapti ekan. Mana juda ham cho'tkida qilishyapti ekan. Mana narxlari podushkadan boshlaymiz. Podushkani yerni kavlab tayyorlashi, armatura to'qishi 1 metri, bir pakana metr 40 ming so'm ekan. Uning ichiga quyilgan betoni, podushkaga quyilgan beton 85 ming so'm ekan. Endi lentani uzunligi 1 metr, eni 40, bo'yi 50 santimetrligini 1 metri 85 ming so'mdan quyishyapti. Keyin buning ichiga kiradi apalibga instrument, mishalga har qanday holatdagisi manaqa karkazlari 100% ichiga kiradi. Uydagi faqat obed qilib bersa, sement olib bersa, u shu shag'alni bersa bo'ldi. Boshqa hamma narsasini o'zlari kelib, tagini chiqarishlari, boshqasi proyektni berasiz. Shuni sizga bitkizgan holatda, topshirgan holatda qilishaverar ekan. Mana ko'ryapsiz. Mana ustakalarimiz mana hozir mana ko'mdirish holatlarida turishibdi mana.